boshida ko'rsatib qo'yib, keyin polni bez vaksina sotmaymiz. Dozali lasotasini ko'pchilik so'rayapti. Bu ventilator yerdagi shkolada hamma narsasini bizda bo'lgandan keyin sizlarga sovuq qo'yamiz. Hamma kanallar qo'yib yubordi. Nimaga sizda bir Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolisa mana jo'jalarimizga 5 minutmiz. Bugun 8-kuni gamburalarini berganmiz. Xudo xolisa lasota qilish jarayoni bo'lyapti inshaalloh. Jo'jalarimizni bemalol sog'lom holatda, hamma vaksinasi bo'lgan holatida olsanglar bo'ladi. Har doimgidek Vodiy Chorva kanalida hamma narsa isbot bilan bo'ladi. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha hamma vaksinatsiyani qilayotganimizda, jo'jani tashlayotganimizda har xil videolarini qo'yib, qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib sizlarga yetkazib berishlikka harakat qilamiz. Vaksinasidan hech qanaqa muammo yo'q. Hamma vaksinasini chiroyli tarzda qilyapmiz. Chiroyli yetib borishligi uchun. Shuning uchun hamma narsasini vaqtida, me'yorida qilyapmiz. Keyin hurmatli obunachilar ko'p aka-ukalarimiz so'rayapti. Muhammad Ayub, bizning joyimiz siznikiga o'xshagan joy, lekin shunaqa ventilatorni nimaga qo'ygansiz deb itni, qushni, jo'jalar sasib borganini shu tashqariga olib chiqib ketadi. Imkoniyati bo'lsa bunaqadan ikkita qo'yish kerak. Bu boshiga, uni boshiga bitta, bu boshiga bitta qo'yish kerak. Обязательно bu tomoni ham bizniki emasligi uchun yoqib qo'ya olmaganmiz. Shuning uchun tortishkalarni ochib qo'yganmiz, xudo xolisa. Chiroyli tarzda katta bo'lishyapti. Mana nimani ko'rib olinglar, lasotani. Xudo xolisa chiroyli qilib qilyapmiz. Keyingi safar lasota branxit qilamiz. Shu bilan hech qanaqa kasallik kelmaydi jo'jalarimizga. Xudo xolisa shu niyatimiz amalga oshadi degan umidamiz. Ozgina bo'lsa ham biz qo'limizdan kelgancha shu narsalarni qilyapmiz. Bu narsalarni qilishdan sababi ishonarli, chiroyli, sog'lom vaksinalar bo'lgan jo'jalarni olishliklari uchun qilyapmiz. Bizda ham pateriya bo'ladi, botuga chiqaramiz 1 oylik bo'lganda, xudo xolisa kasallikdan chiqib, hamma yo'q chiroyli bo'lib qoladi. Eng ko'p obunachilarimizdan savol kelyapti. Aka, siz 920 ming edi, qolganlari 90 ming edi, endi hammasi 120 mingdan qo'yib olgan. Hurmatli obunachilar, meni ularga yomonlamaylar, ularni menga yomonlamaylar. Pul ham o'zingizlar qo'lingizda, kallo ham o'zingizlar qo'lingizda. Xohlasanglar mendan olinglar, xohlasanglar Ulug'bekdan olinglar, xohlasanglar boshqasidan olinglar. Bizda bir marta vaksinani, shuning uchun har bitta videomizni ko'rsanglar, har bitta jo'jamizni etap qilib ikkovlini vaksinalardan chiroyli qilib chiqarib beramiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kanallarning Muhammad Ayub bo'ldi. Qo'limizdan kelgancha video obzor tayyorladik. Sababi bu vaksinani berayotganimiz, lasotasini berayotganimiz uchun video qildik. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lib, Olg'a Muhammad Ayub gazini bosing deb yozib qo'ysanglar, xudo xolisa bu vaksinani nimaga foydasi borligini bilgan aka-ukalarimizdan xudo xolisa kommentariyada javob kutib qolamiz. Mana 5000 dozali xudo xolisa. Lekin jo'jamiz 4000 ta.